Ahmadjon aka, odam o'zini o'zgartirish uchun nima ish qilish kerak? To'g'ri, odamlar har yili o'zini o'zgartirmoqchi bo'ladi, har xil maqsadlar qo'yadi. Lekin bitta narsani bilib olish kerak, odam o'zini o'zgartirish uchun atrof muhitini yangilash kerak bo'lar ekan. Shaxsan o'zimdan misol, mana birinchi marta Alisher Akamisayev treninglariga borganimda, undan keyin Milliard klubiga qo'shilganimda, undan keyin mana shu Rustikamning mastermindlariga qo'shilganimdan keyin miyamda ochilmagan qirralar ochilib ketgan. Katta tadbirkorlar gap emas, natija haqida o'ylashar ekan va ularda men 3 ta narsani e'tibor berdim. Doimo sport bilan shug'ullanishadi. Oilasiga ko'p vaqt ajratishadi va o'zini ustida bardavom ishlab kelishadi. Va shu odamlar bilan birga yurib o'zimga savol berganman, nima qilyapman o'zi deb. Va shu nuqta menda burilish momenti bo'lgan, chunki siz katta tadbirkorlar bilan bitta stolga o'tirsangiz, masalan, ujin qilib yursangiz, obed qilib yursangiz, siz avtomatik tarzda fikrlashingiz o'sha tarafga qarab o'zgarishni boshlaydi. Sizga hech qanaqa motivatsiya shart bo'lmaydi. Muhitni o'zi sizni tortib ketadi va shunaqa kruglarga siz o'zingiz intilishni boshlar ekansiz. Yaxshi muhit fikrlashingizni o'zgartirib yuboradi, miyangizdagi bloklarni yechib tashlaydi va sizda yangi maqsadlar paydo bo'ladi. Yomon muhitda bo'lsa, siz o'rtacha bo'lib yuraverasiz, risk qilishga qo'rqasiz va juda ham sekin hayotdan qoniqmagan odamga aylanib qolasiz. Meni tavsiyam, har doim kalibri kuchli bo'lgan odamlar bilan birga yuring va ular bilan networkingizni har doim oshiring.